mana bizani kuzatuvchilar sizlar o'zinglar ham ko'rsanglar bo'ladi. Hozir mana yo'ldosh akam ham, Eldor akam ham kelishdi. Aka, birinchi sizlarga beradigan savol. Nega keldinglar? Yaxshilik uchun baraka topgan. Urug'i sifati bo'lgansiz. Bultur mana mendan danat urug' olgansiz-da. Danat urug'i men yashirmayman, aytganman, Xitoy urug'i. Biz misol uchun aldab turib Italiyani urug'iga yoki boshqa firmani, turklarning urug'iga Xitoy urug'i sotib, ichiga solib, buni Italiya yoki Turkiya yoki Fransiya deb sotmaymiz, to'g'rimi? Xitoy deymiz. Faqat nomini o'zgartiramiz, o'zimiz brendga qo'yganmiz. Danatani mana bultur ekdingiz. O'zingizga aytishingiz bo'yicha 2 marta suv ichdi. Baraka topdi, shunda ham 10 tonna hosil oldilar. Endi bu yil biza Drakonni tavsiya qilayotganimiz sababi Drakon Danataga qaraganda 3 tonna yuqorida bergan. O'zi Danatani yaxshi olgan joyi 15 tonna degan. Bular o'zi 18 dan 21 tonnagacha deb tavsiya qilishyapti. Biz o'sha holatda 15 tonnadan 18 tonnagacha deb tavsiya qilamiz. Barakasini bersin, Alloh sizlarga ham fayz bersin, baraka bersin. Hurmat qilganingiz uchun, kelganingiz uchun, ish olganingiz uchun ham rahmat. Sog' bo'linglar, rahmat.